Hop, mana Hikmatilla akamiz oldilariga keldik. Gilos bo'yicha eng ko'p tajribaga ega fermerlardan Chinozda, Toshkentda. 99-yildan beri. 99-yildan beri gilos ekasizmi? Gilos soldirib Gilos soldiramiz. Mana endi qaranglar, mana skina. Zo'r solgan, kichkina daraxt orasiga quriganiga ekilgan. Mana qo'llarida turibdi. orasiga ekilgan. Aha. Bu yerda ham mana mevalarni ko'rish mumkin. Valavoyda mana bu katta bahaybat daraxtlar, bular bilgan bichiglas mevasi yo'q. Qisqa qilib tavsiya odamlarga maslahat Hikmatilla aka. Valavoy menimcha ekmaylar. Endi qayerda qanaqa bilmadim. Bichiglas. Toshkentda ekmaylar. Vodiyda ko'rsatishyapti, bilmadim. Gullida solmaydi deydi. Mana shu yerlar 100% gullagan. Oppoq chamanida, asalari qo'yilgan. Asalari ham bor edi. Suniysi ham, tabiiysi ham qo'yilgan. Ana kattaridan ham qo'ydingiz. Maydasidan ham qo'ydingiz. Hammasini qilganmiz. Bo'ldi, yangi gilos navlari bo'yicha xudo xolasa yana yangiliklarni chiqaramiz. Sizda mana Nimba bor, Giant Red bor, Skina bor. Skina bor, ular bo'yicha fikringizni aytasiz. Rahmat Hikmatilla aka.